Hayot ma'nosini muammolar orqali tushunishga urinsang, juda qiziq paradoksga duch kelasiz. Inson muammolardan qochadi, lekin aynan muammolar uni shakllantiradi. Falsafiy jihatdan qaraganda hayot bu muammolar ketma-ketligidir. Har bir muammo bu sinov emas, balki yo'nalish. Agar inson hayotida umuman muammo bo'lmasa, u rivojlanmaydi. Chunki rivojlanish har doim qarshilik orqali sodir bo'ladi. Masalan, og'riq bo'lmasa, sabr degan tushuncha paydo bo'lmaydi. Yo'qotish bo'lmasa, qadrlashni o'rganmaysan. Xato qilmasang, haqiqatni topolmaysan. Shu nuqtada hayotning ma'nosi o'zgaradi. U baxt izlash emas, balki muammolarni qanday qabul qilish va yechish san'atiga aylanadi. Ba'zi faylasuflar shuni aytadi: insonning haqiqiy kuchi muammolarsiz yashashda emas, balki muammolar ichida o'zini yo'qotmaslikda. Chunki muammo bu tashqi holat, lekin ma'no ichki qaror. Eng chuqur nuqta shuki, muammo bu savol, sen esa javobsan. Agar sen muammoga qarshi kurashsang, u seni sindiradi. Agar uni tushunishga harakat qilsang, u seni o'stiradi. Xulosa qilib aytganda, hayotning ma'nosi muammolardan qutulish emas, balki ular orqali o'zini anglashdir. Chunki eng katta o'zgarishlar aynan eng og'ir paytlarda tug'iladi.